Keyingi yillarda yurtimizda prezidentimiz tomonidan sportning boshqa turlari qatori boksni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada yangi O'zbekiston yoshlari dunyoda tengsiz bo'lib, jahon, Osiyo va Olimpiada o'yinlari chempionlariga aylanishmoqda. Hozirda Farg'ona viloyatida ham ushbu sport turi nufuzi yanada oshgan. Viloyat sportchilari xalqaro darajadagi sport musobaqalarining yetakchilariga aylanib, yuqori probali medallar sohibi bo'lishmoqda. Yoshlarning erishayotgan salmoqli yutuqlarda yaratilgan sharoitlar bilan birga, ularga bor bilim va ko'nikmalarni berayotgan ustoz murabbiylarning ham xizmati katta. Ayniqsa Qo'ldosh Tojiboyev, Rustam Majidov, Ismoil Rustamov, Ilhom Ortiqov, Husanboy Qo'chqorov, Hamidjon Dehqonov, Alisher To'ychiyev, Hamidjon Tursunov, Akmal Qosimov, Olimjon Mamajonov singari tajribali murabbiylar yangi boks yulduzlarini kashf etishda namuna ko'rsatishmoqda. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Farg'ona shahrida uyushtirilgan tadbirda ham bu fikrlar alohida tilga olindi. Ahadjon G'ulomov boshchiligidagi federatsiya a'zolari bugun mamlakatimizga eng kuchli va iqtidorli sportchilarni yetkazib berishda samarali hissa qo'shishayotganini e'tirof etildi. Bugungi kunda Farg'ona viloyatimizda boks sport turi bilan 5700 nafardan ortiq o'g'il bolalar, qizlar, yoshlarimiz shug'ullanib kelmoqda. Bizning sportchilarimiz yuqori natijalar qayd etib kelishmoqda. Misol uchun Parij Olimpiadasida 2 nafar sportchimiz oltin medal olishdi. 25-yil bu yilda o'zini oladigan bo'lsak, Jahon kubogida Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Miraz Mirzahalilov bilan Navbahor Hamidovalar, Xumorobonu Mamajonovalar Jahon kubogi chempionlari bo'lishdi. Ularda mana shunday yuqori natijalarni ko'rsatishda ustoz murabbiylarimizni mehnatlari katta. Biz mana shunday malakali ustoz murabbiylarimizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni arafasida munosib taqdirlayapmiz. Bu albatta yosh trenerlarimiz uchun juda katta motivatsiya bo'lyapti. Tadbir davomida viloyat hokimi o'rinbosari Sherzodbek Polvonov, O'zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Shohid Tillaboyev, milliy terma jamoa bosh murabbiyi To'lqin Qilichev, katta murabbiy Rahmatjon Ro'zoaxunovlar so'z olishib, murabbiylarning kelgusi ishlariga omadlar tilashdi. Shu kuni o'zining 80 yoshini qarshi olgan o'zbek boks afsonalaridan biri Qo'ldosh Tojiboyev va chempionlarni chiqarishda faollik ko'rsatib kelayotgan bir guruh murabbiylarga Farg'ona viloyati boks federatsiyasi tomonidan tashakkurnoma, esdalik sovg'alar va pul mukofotlari taqdim etildi. Tadbir yakunida yangi kuy-qo'shiqlar davraga fayz ulashdi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.